davom etamiz. Ajoyib qilib turibdi. Qanday tanlashni ham bilishibdi lekin. Bu yerda fashion show bo'lyapti. Prolani degan nima ekan bu? Stend ekan. Suhbatimizdan davom etamiz. Bular asosan fantaziyali gaplar ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Uch qavatli ko'rgazmani ana bu boshdan yoqda kattaligini tasavvur qilishingiz uchun bu yoqda qanor iplardan olib kelgan edik. Sizlar qanaqa qabul qildinglar qanor iplarni? Bu hozir ot kalasiga bu qog'oz ip ekan. Qog'oz ipni olib keluvdi. Uni plyajlarga olib ishlatish ekan. Qanor ipni olib kelgan edik. Menimcha sizlarga yoqmadi shekilli. Bu kimga stend ekan? Bu haqida qutilarga solib qo'yibdi-ku, yashiklarga. Hayron bo'lmanglar. Bu dunyo sivilizatsiyasi o'choqlaridan biri bo'lgan italyanlarniki ekan. Juda qadimgi bizlarda tushuntirdi hozir. Mana bu narsalar ekan. Endi bularni endi bilmadim qaysi davlatlarda kim ola oladi. O'ta qimmat. Biz endi yuqori segmentda ishlaymiz. Tushuntirdi hozir. Shu alpaka qanaqa shu ingizda bo'lsa, qimmat. O'shalar bilan ishlaymiz endi. Eski qadimgi korxona ekan.